Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalimizda ozgina tanaffus bo'ldi. Sababi o'tgan yilgi o'quvchilarimizning barchasi litseyni tamomlashdi va ayni paytda yurtimizni hamda jahonning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qishmoqda va biz bu yil litseyimizga yangi birinchi bosqich o'quvchilarini qabul qildik va bu yildan boshlab biz barcha kontentlarimizni, videolarimizni aynan shu o'quvchilarimiz bilan olib sizlarga taqdim etamiz. Bugungi metodimiz endi galereya metodi deb ataladi. Metod qanday ishlaydi? Bu metod o'tilgan mavzuni so'rash uchun juda ham qulay hisoblanadi. Siz bu metodni qo'llashdan avval albatta kamida 4 ta mavzuni o'tishingiz shart. Bo'lmasa bu metod qiziq chiqmaydi. Hozir bu yerga men 1 2 3 4 5 6 ta mavzu, o'zi ko'proq mavzu o'tganman, lekin sizlarga tushuntirgani 6 ta mavzudan mana rasmlarni chiqartirdim. O'quvchiga savolni o'zi shunchaki bermaysizda, o'quvchini o'zi avvalo tanlaydi. Mana rasmlar bu o'tilgan mavzular hamda milliy sertifikatdagi asarlarni chiqarganman. Agarda o'quvchi bilsa, mana shu rasmdagi parchani, u aynan o'zi yaxshi bilgan asarini tanlashi mumkin va savollarga javob berishi mumkin. Siz savollarni xohlasangiz o'zingiz berasiz, xohlasangiz esa auditoriyada o'tirgan o'quvchilar berishi mumkin. Ya'ni bunda faollik ta'minlanadi. Ham o'quvchilar qatnashadi, o'tirgan o'quvchilar, ham bu yerga kelib savolga javob beraman deb chiqqan o'quvchi ham qatnashadi. Siz faqatgina kuzatuvchi bo'lasiz va baholab ketasiz. Biz esa buni amalda ko'ramiz. Kim birinchi savolga chiqishga tayyor? Hurmatli o'quvchilar, kim chiqadi? Mana bu yerda 6 ta o'tilgan mavzuyimiz bor. Xo'p, keling, Nurdona. Qaysi rasmni tanlaysiz? Birinchi. Bu qaysi asardan? Xo'p, yaxshi. Qorako'z Majnun asari ekanligini, hikoyasi ekanligini qayerdan bildingiz? To'g'ri, it va hovlini tasviridan bildingiz. Endi savolni o'quvchilar ham faol bo'lishi uchun o'quvchilardan olamiz. Savol kim beradi? Xo'p, Mubina savol beringchi. It qayerda yotishni yaxshi ko'rardi? Supurgining ustida. Yaxshi, Mubina javob qoniqarlimi? Yaxshi, to'g'ri deyapsiz. Keyingi o'quvchi kim chiqadi? Keling Shohruza. Rasm tanlang. Buni to'g'ri, sobiq hikoyasidan qayerdan bildingiz sobiq ekanligini? Paxta Hamda mana bu mashina, ya'ni paxta terish mashinasidan bildingiz. Sobiq bo'yicha savol kim beradi? Sobiq bo'yicha. Hikoyada qahramon birinchi kuni necha tonna paxta teradi? Kunichi? 9 yarim. Yaxshi. Nodira to'g'rimi? Barakalla. Keyingi tanlovga kim chiqadi? Kim rasm tanlab savolga javob beradi? Soliha, qaysi rasm tanlaysiz? Xo'p, qaysi qahramon aka? Qaysi Mahmud Koshg'ariy? Yaxshi, bu ham o'tgan mavzuyimiz. Savolni o'zim beraman. Mahmud Koshg'ariy o'z asarini kimga bag'ishlab yozgan? Al-Muqtadoga bag'ishladi. Yaxshi, Al-Muqtadoga yozadi. O'tiring. Mana aziz ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manzur bo'ldi. Darsingizda albatta qo'llab ko'ring. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.